qavatli imorat xohlaganlar uchun sizlarga bitta chiroyli variantimiz bor. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasida joylashgan. Uyimiz 216 sotuvdan iborat. Qaranglar, bitta chiroyliligini fasadlari ko'rasizmi? Uyimiz 2 qavatlaman iborat bo'ladi. Shuni uyimizga kiraverishimiz bu hovli qismi bo'ladi, darvozxonasi. Darvozxonasidan bemalol uyimizga kirsanglar bo'ladi. Mana bu gullariga e'tibor berasizmi? Uyimizda judayam fayzli xonadonlardan biri. Shuni uyimizga shuna kirganinglarda bu yerda bizda o'zbekona nima kerak, o'zbeklar uchun bu yerda barbekyu zonalar kerak bo'ladi. Har bitta barbekyu zonalar ham tashib ketishgan. Bu yerda yashil hududlariga e'tibor bersanglar, bir ham chiroyli qilib qo'yilgan. Uyimizni endi birinchi qavatiga sizlar bilan sayohat qilib va narxini oxirida aytib ketamiz. Sizlarga birinchi qavatga sayohat qilamiz. Shuni bizani o'ng tomonimiz bizani zal qismimiz bo'ladi. Ko'rsanglar, zal qismida hamma tomonlari chiroyli qilib qo'yilgan, televizorlargacha tashib bitilgan. Va bu tomoni nima desanglar, bu tomoni bizada oshxona qismimiz bo'ladi. Birinchi qavatimizda oshxona qismlarini ham bitta ko'ryapsiz, chiroyli qilib qo'yishgan. Uyimizda birinchi qavatida bitta bo'timizda ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi va endi sizlarga ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Ikkinchi qavatimizda bu yerda zal qismimiz bo'ladi. Uyimizda ikkita zal qismi, uyimizda общий bundoq hisoblasanglar 4 ta spalnya qilib ketilgan va ma'mutimizni ko'ryapsiz. Yana bitta tepamizda rayskiy spalnyalarini o'zini detskiy spalnya yoki rayskiy spalnya qilib qo'ysanglar bo'ladi va ikkinchi qavat uchun общий bu yerda sanuzl qismi bo'ladi. Yuringlar, endi sizlarga ikkita yana spalnyani ko'rsatib beramiz. Bu yerda yana bitta bizada spalnya qoldirib ketilgan. Ayollar uchun spalnya qildirib ketishgan va bu tomonimiz yana bitta bizada detskiy spalnyamiz qo'yib ketishgan. Ko'rasiz, uyimiz juda ham boshqacha qilib qo'yishgan. Endi u Ismoil narxi necha bo'lindi Ismoil desanglar, narxi $380 ming deb aytilyapti. Bu startviy narxi, yana gaplashiladigan joyi bor. Rahmat.